O'sha taqsimlash markazida ishchilar qanday vazifani bajarishadi? 2 xonali kvartira bo'ladigan bo'lsa, 6 ta odam yashaydi. U ham yuk tushirishi, yuk ortishi, yuk yig'ishi. Taqsimlash markazidagi ishchilarning asosiy vazifalari. O'sha xalqaro liniyada ishlaydigan haydovchilarga taklif qilinadigan oylik bilan deyarli barobar. Keyingi faoliyatingiz uchun hujjat tayyorlash uchun migratsiya bo'limiga olib borishadi. Hozirgi kunda bizda Bolgariyadan kelgan bo'sh ish o'rinlari 20 tadan ortiq soha vakillari uchun umumiy hisobda 300 dan ortiq bo'sh ish o'rinlarimiz bor. Hozir shularning 3 tasini sanab o'tamiz. Birinchisi, Bolgariyadagi yirik supermarket tarmoqlaridan birining mahsulotlarni saqlash va taqsimlash markazi. U yerda mahsulotlarni do'konlarga tarqatish uchun buyurtmalar qabul qilinadi va o'sha buyurtmalar asosida omborxonada mavjud bo'lgan mahsulotlar yig'iladi va do'konlarga taqsimlanadi. O'sha taqsimlash markazida ishchilar qanday vazifani bajarishadi? Ishchilar birinchi o'rinda umumiy ishchi hisobida o'sha korxonada faoliyat yuritishadi. Umumiy ishchi tushunchasini to'g'ri tushunib olish kerak. Umumiy ishchi u ham yuk tushirishi, yuk ortishi, yuk yig'ishi, boshqa vazifalarni bajarishi mumkin. U do'kon rahbariyati, do'kon emas, o'sha taqsimlash markazining rahbariyatiga bog'liq. O'sha ish soatida, ish doirasida bo'lgan vazifalarni berishadi, ishchi o'sha ishlarni bajarishga majbur bo'ladi xizmat doirasida. Ikkinchidan, taqsimlash markazidagi ishchilarning asosiy vazifalari. Ish qanday amalga oshiriladi? Ish do'kon buyurtmasini o'sha taqsimlash markaziga beradi. Taqsimlash markazida o'sha tovarovet deymiz. Tovarovetlar o'sha do'konlardan kelgan buyurtmalarni olishadi, qog'ozga chiqazib, taqsimlash markazidagi ishchilarga berishadi. Ishchilar ana o'sha ro'yxat asosida omborxonadagi mavjud mahsulotlarni yig'ib, do'konlarga tarqatish uchun maxsus yo'laklarga qo'yishadi. Yo'laklarga qo'ygandan keyin yuk mashinalar keladi, o'sha nakladnoy qog'oziga asosan tovarlarni olib do'konlarga tarqatishadi. Ish soatlari. Ish soatlari 48 soat haftasiga plusi bilan. O'rni kelganda qo'shimcha ish soatini olishga to'g'ri keladi, qo'shimcha ish soatlari bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bu albatta qo'shimcha xizmat to'lovi asosida. Agar kandidatlar 48 soat haftasiga norma bilan ishlaydigan bo'lsa, ularning oyliklari $8, hozirgi lev kursida $8 bo'ladi, lekin oyliklarini dollarda emas, o'sha Bolgariya valyutasida, milliy valyutasida olishadi, ya'ni levada. Agar qo'shimcha soat bilan ishlashsa, oyliklari 800 dan baland chiqadi. Aynan o'sha joyda, taqsimlash markazida xizmat ko'rsatib kelayotgan, ishlayotgan yurtdoshlarimiz mavjud. Ulardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular 800 emas, $1000 olishayotgani haqida ma'lumotlar bor. Bolgariyada yashash sharoiti. O'zi umuman taqsimlash markazidami yoki boshqa joyda Bolgariyada o'zi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yashash sharoiti qanaqa? Yashash sharoiti ba'zi bir ish beruvchilar kvartira ajratishadi, ba'zi bir ish beruvchilar o'sha общежитияlarni olib ijaraga olishadi. Nima uchun? Ishchilar o'sha joyda yashashlari uchun. Aksariyat hollarda bitta xonada 2 ta yoki 3 ta odam yashaydi. Agar 2 xonali kvartira bo'ladigan bo'lsa, 6 ta odam yashaydi. Yashash sharoitiga keladigan bo'lsak, sharoitlar lyuks bo'lmaydi albatta, lekin yuvinish, issiq suv, toza joyda yotib turish shu sharoitlar bilan bo'ladi. Ushbu vakansiyamizda mehnat shartnomasi 1 yildan 3 yilgacha tuziladi. Shartnoma Bolgariya mehnat kodeksiga asosan tuziladi va o'sha kodeksga asosan mehnat ta'tili, ya'ni 1 yilda bir marta mehnat ta'tilini olish imkoniyatingiz bor. Bolgariya hududiga kirganingizdan keyin, ya'ni bu vakansiya bo'yicha hujjat topshiradigan bo'lsangiz, Bolgariyaning milliy D vizasiga, ya'ni mehnat vizasiga hujjat topshiriladi. Viza 180 kunlik koridor ichiga 45 kun amal qilish muddati bilan beriladi. Bolgariya hududiga kirganingizdan keyin sizni keyingi faoliyatingiz uchun hujjat tayyorlash uchun migratsiya bo'limiga olib borishadi. Migratsiya bo'limida siz biometriya topshirasiz, barmoq izlaringizni topshirasiz va ID kartani olganingizdan keyin vizadagi faoliyat keyingisi уже ID kartiga o'tadi. ID karta bilan siz 1 yildan 3 yilgacha ishlashingiz mumkin. ID karta ko'p martali bo'lib, muddati tugaguncha ixtiyoriy ravishda xohlagan payt kirib chiqishingiz mumkin bo'ladi Bolgariya hududiga. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, Bolgariyada oylik oshadimi? Ya'ni $800 degan bo'lsak, $800 bu doimiy ravishda bo'ladimi? Ishlab
ko'paytirish imkoniyati bormi, qo'shimcha ish soatlarisiz? Bunaqa imkoniyat bor, lekin biz bunga va'da bermaymiz. Sababi bu ishchi va ish beruvchining o'rtasidagi munosabat. Deylik, O'zbekistonda tovarovet bo'lib ishlagan yoki zavsklad yoki zavxoz bo'lib ishlagan. Aynan shu yo'nalishga borsa, misol uchun, aynan shu vakansiyamiz o'sha soha vakillariga to'g'ri keladi. Dastlab ular raznorobochiy bo'lishadi. Raznorobochiy bo'lgandan keyin tovarovetlik malakasi bo'lsa, u odamning уже baza bor. O'sha taqsimlash markazida tovarovetlarga ham joyi bor, zavskladlarga ham joyi bor, zavxozlarga ham joyi bor. Agar ish beruvchi bilan kelisha olsa, o'sha pozitsiyalardan o'zi uchun ish ola olsa, qayta shartnoma tuzgan holatda o'sha pozitsiyalarda boshqa oylikka ishlash mumkin. Ikkinchi vakansiyamiz bu SY kategoriyasi bor bo'lgan, ish malakasi bor bo'lgan va rus tilini hech bo'lmasa muloqot darajasida biladigan hamyurtlarimizga tegishli. Agarda sizning ish malakangiz bo'lsa, SY toifa kategoriyasi bo'lsa pravada va rus tilini muloqot darajasida bilsangiz, ya'ni ish beruvchi bilan bo'ladigan suhbatda o'zingizni ish malakangizni so'z bilan tushuntirib bera oladigan, o'zi umuman ish beruvchi bilan muloqot o'rnata oladigan darajada bilsangiz, sizni ushbu vakansiyaga taklif qilamiz. Bu vakansiyaning afzalligi: birinchidan, SY toifa haydovchilari Bolgariya hududida harakatlanadi, butun Yevropa hududida emas. Ikkinchidan, oylik ish beruvchi taklif qilib turgan oylik Yevropa bo'ylab harakatlanadigan o'sha xalqaro liniyada ishlaydigan haydovchilarga taklif qilinadigan oylik bilan deyarli barobar. O'rtacha 2000 euro oylik taklif qilgan. Uchinchidan, ish beruvchi bilan doimiy muloqotda bo'lasiz, doimiy, ya'ni ish beruvchini doimiy qo'llab-quvvatlovida bo'lasiz. Xalqaro liniyada yuradiganlarda bu narsa biroz mushkul bo'ladi. Sababi servis xizmatlarini ko'rsatish yoki boshqa masalalarda yoki hujjat bilan bo'ladigan masalalarda ozgina qiyinchiliklar bo'lib qoladi. Bu holatda Bolgariya ichida bo'lgani uchun unaqa muammolar kuzatilishi juda ham kam bo'ladi. Agar sizning ish malakangiz bo'lsa, taklif qilamiz, shu vakansiyaga keling, suhbatdan o'ting, qatnashing, o'zingiz haqingizda ma'lumotni taqdim eting. Biz ham sizga kerakli ma'lumotlarni, sizni qiziqtirgan savollaringizga javob beramiz, ko'rsatamiz. Hujjatlar asosida taklif qilamiz. Uchinchi vakansiyamiz bu konditsioner texniklari. Konditsioner texniklari qanday vazifani bajaradi? Konditsioner texniklari nafaqat konditsionerni ustanovka qilish, balki uni agregatlariga servis xizmat ko'rsatish, ventilyatsiya tizimlarini montaj qilish, demontaj qilish, shu kabi ishlarni agar siz bajara olsangiz, ish malakangiz bo'lsa, rus tilini bilsangiz, chizmalarni tushunadigan darajada bo'lsangiz, sizni ishga taklif qilamiz. Oldinda yoz, kun isishi bor. Bolgariya Yevropaning eng quyoshli davlatlaridan biri bo'lib, hozirgi vaqtda konditsioner texnikalariga talab juda ham katta. Bolgariyada konditsioner texnika lavozimida ish yuritayotgan, mehnat faoliyatini yuritayotgan yurtdoshlarimiz juda ko'p. Aynan biz orqali ketganlar juda ko'p va ulardan olinayotgan odziv deymiz, odzivlar juda ham yaxshi. Agar siz ish malakangiz bo'lsa, taklif qilamiz. U yerda taklif qilinayotgan oylik $900, lekin $900dan ko'ra ko'proq olishayotgan haqida xabarimiz ham bor. Chunki konditsioner texnikalari nafaqat ish soatlariga, balki o'rnatishgan o'sha konditsionerlar deymiz yoki agregatlari yoki ularga ko'rsatgan xizmatlari bo'yicha qo'shimcha to'lovlar ham olishadi. O'shaning hisobiga ularning oyliklari fiks oylikdan ko'proq chiqadi doim. Agarda ish malakangiz bo'lsa, siz konditsioner texnika bo'ladigan bo'lsangiz, rus tilini muloqot darajasida bilsangiz, chizmalarni tushunsangiz, sizni taklif qilamiz, suhbat qilamiz. Agarda bizning suhbatimizdan o'tadigan bo'lsangiz, ish malakangiz bo'lsa, bizning talablarimizga, ish beruvchining talablariga javob beradigan bo'lsangiz, Bolgariyaga viza olishingizga yordam beramiz.